Bugün tunji kelganlar bormi suhbatimizga? Nereden keldinglar? Germaniyadan. Hammaga xush keldinglar. O'tgan hafta biz qiyomatninki cho'ng alomatlarga to'xtalgan. Endi biz bugungi darsimizda qiyomatninki cho'ng alomati, shundaqla Odam alayhissalom yaratilgandan tortib insoniyat tarixidagi eng cho'ng hodisa haqida to'xtalamiz. Shundaqla Allohga ishongan kishi uchun eng cho'ng imtihon haqida to'xtalamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom xutbaga chiqsalam bu hodisadan o'zininki sahobalarini bizni ogohlantirgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomlar emas, Nuh alayhissalom o'zining ummatini bu hodisadan ogohlantirgan. Musa alayhissalom o'zining ummatini bu hadisini ogohlantirgan. İsa alayhissalom o'zining ummatini bu hadisini ogohlantirgan. Nima uchun? Allohga ishongan kishilar uchun nihoyat cho'ng bir sinoq, cho'ng bir imtihon bo'lganligi uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va butun payg'ambarlar bu hodisadan o'zining ummatini ogohlantirgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda ma bu'ita nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kazzab. Har qanday payg'ambar bu fitnadan, bu imtihondan, bu qiyomatning eng cho'ng oxirgi alomatlaridan biri bo'lgan bu ishdan o'zining ummatini ogohlantirgan deydi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu fitna, bu imtihonninki buyukligini sifatlab ma bayna xalqi Adam ila qiyamis sa'a amrun akbaru min ad-dajjal. Odam yaratilgandan tortib qiyomat bo'lguchilik bu orliqda, ya'ni butun insoniyat tarixida Allohga ishongan kishilarga nisbatan dajjalning imtihonidan, dajjalning siniqidan cho'ng bir ish, cho'ng bir imtihon bo'lmaydi deydi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalarga dajjalni tushuntirgan vaqtida ovozi tushib ketadi. Hatto sahobalar keynimizdagi bog'ning ishidan chiqamdikin dajjal deb o'ylab qoladi. Nima uchun? Imtihonning ig'irligidan, qo'rqinchli ekanligidan mushundaq darajada payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ovozi tushib ketadi. Unda bo'lsa, dajjal kim? Dajjal bir odammi va yoki maxluqmi? Biz dajjal haqida xurofotlar va yoki hech qanday asosi bo'lmagan rivoyatlar emas, eng ishonchli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning naql qilgan hadislarga asoslangan vaqtimizda dajjal maxluq va yoki boshqa narsa bo'lmasdan bizga o'xshash odam bolasi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dajjalninki sifatlarini, bo'y turuqini aqib Payg'ambar alayhissalom hadisda quyuq budur chashliq, bir ko'zi ama, u ama ko'zi uzumdek pultiyib chiqqan, peshonasi kangri, tirisi oq, buyi paka, futi chiymoq, uning bolasi bo'lmaydi. Peshonasining o'ttirisi kafir, ya'ni kafir degan bu so'zningki harf shakli yozilgan bu xatni savodli va savodsiz hamma odam o'qiy oladi deydi. Ya'ni dajjal degan bu bir odam bolasi. Shundaqla biz Masih dajjal deymiz shundaqmi? Masih degan qorg'u degan gap. Dajjal degan kazzab, yolg'onchi degan gap. Ya'ni Masih dajjal degan gap yolg'onchi kazzab degan gap. Ya'ni Alloh taolo odam bolalari ichidan qorg'u bir kazzabni yaratgan. Buni Alloh taolo qiyomat bo'lishining oldida Allohga ishongan kishilar uchun eng cho'ng imtihon bo'lish uchun imtihon sifatida o'tirg'i chiqaradigan qiyomatning eng cho'ng alomatlarininki birisi. Unda bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Odam alayhissalom yaratilgandan tortib qiyomat qadar uningdan cho'ng sho'maydi degan butun payg'ambarlar o'zining ummatini ogohlantirgan. Bu dajjalning zodi bizni ozdirib ketgudek qanday alohidaligi va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda xulos shaklda bir jumlani tushuntirgan. Shundaqla boshqa hadisda uzun shaklda butun tafsilotni anlatgan. Oldin biz Rasulullohninki xulos shaklda anlatgan bir jumlasini olsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda dajjalni sifatlab ma'ahu jannatun var. U jannat bilan do'zaxni elib keladi deydi. Ya'ni jannat bilan do'zaxni elib keladi deganligi bu ikki dona yo'l elib keladi. Birisi jannat, birisi do'zax. Ya'ni u bir yo'lni, bir manhajni, bir ishni da'vo qilib keladi. U da'vo qilib kelgan yo'li jannat kabi ko'rinadi sizlarga. Ammo u to'sqan bir yo'l va u sizlarga do'zax kabi ko'rinadi. Fanaruhu jannat. Uningki do'zaxi jannat deydi. Ya'ni uning to'sqan ishi amaliyotda bo'lsa jannat. Uning chaqirgan ishi bo'lsa do'zax deydi. Demak, u bir yo'lni elib keladi, bir da'voni elib keladi, ammo chaqirgan ishi qarmoqqa jannatdek ko'rinadi, lekin amaliyotda do'zax. To'sqan ishi bo'lsa ziyondek ko'rinadi, amaliyotda u bo'lsa jannat deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu dajjalninki imtihonlarini sahobalarga tafsili tushuntirib bergan. Endi biz bu hadisni birlikda anglaymiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir kunisi atdeganda bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin sahobalarni mushuning o'xshash shaklda to'plab o'ltirib dajjalning gapini qilib berdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dajjalning gapini qilib fa khaffada fihi va rafa'a ovozi tushib ketdi. Ondan keyin Rasululloh yana ovozini ko'tardi, yana tushib ketdi. Dajjalning siniqining ig'irligidan. Hatta zanannahu fi ta'ifatin nahl. Sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomninki dajjalni tushuntirganligiga qarab, shundaqlar Rasulullohning u ifodasiga, u ovozining tushib ketganligiga qarab, dajjal keynimizdagi bog'ning ichidan chiqamdiki, qo'rmuliq bog'ning ichidan chiqib qolamdiki deb gumon qilib qoldik. Shundaqlar bizni nihoyat qo'rqinish bosdi. Eshikda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishig'iga keldik. Chiroyimizdan u qo'rqinish o'chmagan edi. Falamma ruhna ilayhi arafa zalika fina. Biz Rasulullohning
Allohning qishig'i kashti kelgan vaqtimizda chiroyimizdagi u qo'rqinishni ko'rgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ma sha'nukum, nima bo'ldi sizlarga? Ya'ni chiroyinglarda bir xil o'zgarish bor, qo'rqinish bor deb buni so'radi. Qulna ya Rasululloh zakarta dajjal g'adatan fa khaffafta fihi va rafa'ta. Ya Rasululloh aytgan bizga dajjalninki imtihonlarini, sinoqlarini deb berding. Ovozing tushib ketdi, yana ko'tarding, yana tushib ketdi. Ya'ni sen bu dajjalning pitlarini so'zlab turib o'zingni o'zgarding. Biz keynimizdagi xormilik bog'dan u dajjalni chiqib qolamdiki deb nihoyat qo'rqdik. Shu tufayli qo'rqinchimizni texicha yo'qotmadik dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "Ey yakhruj va ana fikum." Agar dajjal men bu vaqtda chiqib qolsa, fa ana hajijuhu dunakum. Men uningga taqobil turaman. Sizlar hech qanday ishga aralashmasanlarmi bo'ladi. Va ey yakhruj va lastu fikum. Agar mendan keyin dajjal chiqib qolsa, har bir odam o'zi taqobil turish kerak. Vallohu xalifati ala kulli muslim. Shu dajjalga qarshi turishda mustahkam turgan har qanday musulmonga Alloh taolo yordam beradi. Innahu shabun atatun. O paka bir yigit. Aynahu taifa. Uning bir ko'zi ko'r. Rasululloh dajjalni deb so'raldi, shab deb so'raldi. Bir yosh odam deb so'raldi. Ka'anni ushabbihuhu bi Abdul Uzza ibn Qatan deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dajjalni so'ralib, men uni Uzza ibn Qatan degan kishiga o'xshatdim, chiroyi shunga o'xshaydi deydi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga Alloh taolo Jibril alayhissalom orqali dajjalning sifatini bildirgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uni tushuntirib, ilgari jahiliyat ulab ketgan bir kishiga o'xshab ketadi deb uning chiroy shaklini so'ralab berdi. Faman adrakahu minkum, agar sizlardan qaysinglar dajjalni uchratsa yoki mendan keyin sizlarning oranglarda dajjal chiqsa, uningga Sur Kahfininki 5-dagi oyatlarni o'qisin. Innahu xarijun khallata bayna Sham val Iroq. O Sham bilan Iroqning o'rtasidan chiqadi dedi. Sham deganda hozirgi Falastin, Urdun, Livan, Suriya, mushaylarning hammasi Shamga tava. Mushu rayonlar bilan Iroqning o'rtasidan chiqadi. Fa'afa yaminan va afa shimalan. Bu sol va o'ng tarafga buzg'unchilik qilib mangadi deydi. Ya'ni bu chiqqandan keyin o'zini iloh deb butun yer sharida mangadi. Ya ibadalloh fasbutu. Ey Allohning bandalari, mustahkam turinglar. Dininglarda, iymoninglarda mustahkam turinglar. Sahobalar so'radi: "Ya Rasululloh, va ma lubthuhu fil ard?" Ey Rasululloh, u zaminda qanchalik turadi dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 40 yawman. Zaminda dajjal 40 kun turadi dedi. Ammo o'xshamaydigan bir taraf bor. O qaysi? Yawmun kasana. O 40 kun ichidagi bir kuni 1 yildek bo'ladi. Jafo mushaqqatning, ig'richlikning qattiqligidan shunda 1 yildek bilinadi emas. Haqiqatda vaqt so'zladi. Ya'ni 1 yil qancha soat? 8760 soat. Ya'ni dajjal kelgan 40 kunning ichida bir kun 1 yilning vaqtida bo'ladi. 8760 soat bo'ladi. Va yana bir kun 1 oydek bo'ladi. 1 oy qancha soat? Agar 30 kun bo'lsa 720 soat. Va yana bir kun 1 haftadek bo'ladi. Ya'ni 160 soat bo'ladi. Qolgan kunlari sizlarning kunlaringizga o'xshash odatdagi normal 24 soat bo'ladi dedi. Ondan keyin sahobalar so'radi: "Ya Rasululloh, fazalikal yawmul ladzi kasana." Oshunda kun uzarsa, biz 5 vaqt namoz o'qisak kifoya qilamdi dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "La uqdiru lahu qadra." Lekin uni o'lchab o'qiysizlar. Ya'ni soatga sundirib o'lchab o'qiysizlar. 24 soat 5 vaqt namoz o'qiysizlar dedi. Kecha olmay kunduz uzun bo'lgan bunday yerdagilar namozni qanday o'qiydi desa, mushu hadisni dalil qilib turib o'lchab o'qiydi deydi. Ya'ni soatga bo'lib o'qiydi dedi. Mushu hadisni oladi. Ondan keyin sahobalar: "Ya Rasululloh, va ma isra'uhu fil ard?" Ey Rasululloh, dajjal tezligi qanday bo'ladi? Ya'ni uning zaminda harakat qilish qanday bo'ladi deb so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Kal ghayfi istadbaratur rih." Shamol itqan yomg'irdak bo'ladi deydi. Ya'ni shamol tezligida bo'ladi deydi Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom. Masalan, hozir 200 yil ilgari yashagan kishilarga biz 100 kilometr yiroqdagi kishilar bilan suratlik ko'rishalaymiz yoki telefonda bir narsa chiqadi, aloqalashalaymiz degan bo'lsa, bizning 200 yil ilgari yashagan odamlar bu gapimizga ishonamidi, ishonmasmidi? Ko'p holda ishonmaydi shundaq-ku. Endi hozir shamol tezligida mangadi desa, ko'pinchimizning aqliga bu sig'maydi. Lekin u vaqtda balkim texnika nomi bilan o'tirg'a chiqishi mumkin. Taraqqiyot nomi bilan o'tirg'a chiqishi mumkin. Nima bilan o'tirg'a chiqsin, cho'qim mushundaq bir ish bo'ladi. Ya'ni buning yo'tkilishi shamol tezligida bo'ladi. Bu mushundaq tezlikda butun kishilarga o'zining ilohligini e'lon qiladi. Men iloh deydi. Shundaqla o'zining ilohligini isbotlaydigan nurg'unlagan iqtidorlar beriladi buningga. Alloh taolo tarafidan imtihon qilish uchun. Fa'ati alal qawm fayad'uhum. O kishilarning qishig'i boradi. Ya'ni shimol, sharq, g'arb hamma tarafga berib o'zini iloh deb tunishga chaqiradi deydi. Fayu'minuna bihi va yastajibuna lahu. Uningga ular ishonadi va uning gapini anglaydi deydi. O'ylab boqinglar. Dajjal hamda buyuk bir texnika bilan keldi deyli. Shamol tezligida mangalaydi. Shunda iqtidor bilan hozir qishimiz kelib, men iloh deganni bir tasavvur qilib boqayli. Ondan keyin uningga ma'lum kishilar ishonadi. Fayamurus sama fatumtir. U osmonga buyruq qiladi, osmon ham yog'adi deydi. O'ylab boqinglar, hozir dunyoda texnikalar taraqqiy qildi shundaq. O'sha yosh bolalarga masalan, qaranglar, musulmonlar yashagan davlatning hammasi keyinni qiliqli. Bütün texnikalarni, mashinlarni, aeroplanlarning hammasi kim yasaqli? Kafir davlat yasaqli. Dish orqali iymoninglarni shubhiga salolaydi. Sizlarni iymon jihatda ikkilantiradi. Musulmon davlatlarning qaranglar hammasi qalaymoqqa. Kafir davlatlar qaranglar hammasi taraqqiy qilganda, moddiy taraqqiyot orqali bizning ma'naviy e'tiqodimiz bo'lgan bu iymonimizga shubhi salolaydi. Nimishqa inson ojiz. Chunki biz iymon e'tiqodni ma'naviy jihatda deb bilsakmi, moddiy narsa bilan bizni aldab ketalaydi. Mana dajjalning fitnasi shunga o'xshaydi. O'ylab boqinglar, texnika deb o'tirib chiqsin ma'qul hozir. Kishilar kim
kimni cho'ng bo'ladi? Elon Musk deymiz. Dunyoda fan texnika taraqqiy qilgan kishilarni cho'ng bo'ladi. O vaqtda bugungi kunda fan texnikada taraqqiy qilgan, sizlar cho'ng bildigan kishilardan cho'ng bir shaklda keladi u. Qanday texnika bilan keladi? Fayamuru sama fatamtur. Osmonga buyruq qiladi, yomg'ir yog'adi. O'ylab boqing. Osmonga buyruq qiladi, yomg'ir yog'adi. Ondan keyin men iloh deydi. Val ardu fatunbi. Ya'ni zamin ziroatni o'stiradi. Ya'ni o iymonga chaqirgan kishilar uningga ishonsa, o osmonga buyruq qiladi, yomg'ir yog'dirib turadi. Ularning mo'losini qanday qiladi? O'xshaydi. O'ylab boqing. Dajjal balkim Dajjal emas, boshqa bir ism bilan kelishi mumkin. Biz uningki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deb bergan sifat bilan bilamiz. Texnika, taraqqiy degan nom bilan kelishi mumkin. Ammo o osmonga buyruq qilib yomg'ir yog'dirib bersa, shundaqla uningga iymon etgan kishilarga ularning mo'losini o'xshatib bersa, shundaqla fataruhu alayhim sarihatuhum atwalu ma kanat turwan. Dajjalga ishongan kishilarningki mol chorvalari go'sht jihatda nayt simiz bo'lib ketadi deydi. Va asbaghahu daru'an. Sutları nayt mol chiqadi. Va amaddahu khawasir. Uningki qursaqlari, ya'ni yaylaqda kala tuga qo'yilini o'tatgan bo'lsa, qursaqlari tuyab keladi. Thumma ya'til qawma. Andikin yana bir kishilarning qashig'i keladi. Ularni o'ziga imo etishga chaqiradi. Ayarudduna alayhi qawlahu. Ular unga imo etmaydi. Ya'ni ular musulmon. Ular payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hadislaridan dajjalning sifatini anglagan, ishonmaydi. Ishonmagan kishilarda qanday o'zgarish bo'ladi? Fayusbihuna mumhilina laysa biaydihim shay'un min al-awwal. Ularningki qo'lmonlari pul qolmaydi, ziyon tortadi. O'ylab boqinglar. Uningga ishonsak, bayob ketsak, isil o'ylarda o'ltirsak, isil mashinlarni haydasak, an uni rad qilganligimiz tufayli namrashib qolsak, qo'limizdagi pul qo'limiz chiqib ketsa, bu vaqtda iymonni mustahkam turish faqat va faqat Allohdan sig'inib tilash bilan bo'ladi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda ko'rsatgan bir qancha usullar bilan bo'ladi. Biz buni oxirida so'zlaymiz. Bu aniq anglamoq oson aytgan bilan shu vaqtda yashagan vaqtimizda, masalan, bir boy odam isil mashina haydadi, isil uyda o'ltirdi, markali kiyimlarni kiydi, Allohga ishondi, ammo dajjal o'tirg'i chiqdi. Ana shundoq yuqur texnikalarni o'tirg'i olib chiqdi, osmondan yomg'ir yog'di. Uningga ishongan kishilar beyib ketdi. Endi oldiga kelib, "Menga imo et, meni Rob deb tunu" dedi. Imo etmadi, namrashib ketdi. Namrashib ketdi degan gap, o'ltirgan isil uydan ajab ketdi degan gap. Markali kiyimni kiymadi degan gap. Isil mashinasidan ayrilib ketdi degan gap. Qo'llaridan butun dunyo chiqib ketdi. Mana shu vaqtda iymonni mustahkam tura olsa, dajjalning fitnasidan saqlangan bo'ladi. Unda fitna teximiz kamaglik, lekin bizga har xil shaklda hozir taraqqiy qilgan g'arb dunyosini misol ko'rsatish orqali, taraqqiy qilmagan va yoki ba'zi bir xalq musulmonlar yashaydigan davlatlarni ko'rsatish orqali bizning iymonimizni taraytishga tirishayotgan nurg'un kishilar bor. Mushuning oldida tarab qolgan yerda, mushuning oldida o'zimizning islomidan, iymonidan gumonlanib qolgan yerda, uning ishongan kishilar beyib ketsa, isil mashinlarni haydab ketsa, isil o'ylarda o'ltirib ketsa, uni rad qilgan kishilarningki qo'ldagi pullar, dollarlar, oltinlar hammasi chiqib ketsa, u vaqtda iymonni mustahkam turish, yana deganda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ko'rsatgan yo'l bilan bo'ladi. Yana bu dajjalningki qobiliyatlarining qatoridan va yamurru bil khariba fa yaqulu laha ukhriji kunuzak. Bir xaroblikning qashini o'tib, "Menga xazinalaringni chiqarib ber" desa, fatatba'uhu kunuzaha kayasibin nahl. Xuddi Hasan Harisning podishosining keyindan g'aylarning hammasi o'ngishib manganga o'xshash u xarobilikdagi qimmatlik asorat yiqilar, boyliqlarning hammasi uning agishib chiqadi deydi. Balkim bu shu vaqtda bu kishilarningki aqli qabul qiladigan bir texnikalar va yoki bir usullar bilan chiqishi mumkin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bizga buni bu shaklda bayon qildi. Ya'ni o boyliqlarning hammasini o'ziga qana qiladi, to'playdi. Lekin yana qobiliyati tugimidi. Thumma yad'u rajulan mumtali'an shababan. Ondan keyin kiram kuchlik bir yigitni chaqiradi. Fayadribuhu bis-sayf fayaqta'uhu jazlatayn ramiyatal gharab. Kuchlik kiram bir yigitni oldiga keltirib, uni qilich bilan urib ikki parcha qilib o'tadi. Ondan keyin uni chaqiradi, u kelib keladi deydi. Eng yuqori pallasi imtihonninki. Alloh taolo qiyomat qayin bo'lishini ilgari kishilarni eng cho'ng shaklda imtihon qilish uchun bu dajjalga mush iqtidorni beradi. Thumma yad'uhu. Ya'ni ikki parcha qilib o'tgandan keyin u yigitni chaqiradi, u tabassum qilgan holda esliga kelib keladi. Mana shu dajjalninki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda bayon qilgan iqtidorlar. Endi o'zimiz o'ylab baqsak, tafakkur qilib baqsak, hozirgi dunyoninki taraqqiyoti bizni qanchalik darajada iymonimizni tarvatdi. Ba'zi bir kofirlarninki go'zal yashab ketganligi yoki taraqqi qilib ketganligi o'zimizda ya biz xato yo'ldami yoki biz nima uchun kofirlarda go'zal yashayamaymiz degan o'xshash xayollarni keltirdimi, keltirmadimi? Keltirdi. Endi ana shunda kuchli shaklda birisi oldimizga chiqsa, osmondan yomg'ir yog'dira olsa, uning agashgadan beyib ketsa, bu yana desak payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ko'rsatgan usul bilan o'zimiz saqlag'ili bo'ladigan. Haqiqatan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek insonlar uchun, ya'ni Allohga ishongan kishilar uchun eng cho'ng imtihon. U mushundaq shaklda kishilarni ozdirib qo'yadi. Buningga afsus nurg'un kishilar agishidi. Buning kim eng ko'p agishidi? Birinchidan Allohga ishonmagan kishilar agishidi. Alloh yo'q degan kishilar dajjal kelgan vaqtida dajjalning osmondan yomg'ir yog'dirganligi, uningga agashgan kishilarning beyib ketganligi, isil o'ylarda o'ltirganligi, isil mashinlarni haydaganligini ko'rib, ha mushu to'g'ri ekan, ha mushu iloh ekan deb uningga agishidi. Birinchidan kofirlar agishidi. Chunki kofirlar dunyoni bek yaxshi ko'radi, moddani bek yaxshi ko'radi. Quldan mol dunyoning chiqib ketishidan qo'rqadi. Mol dunyo nada bo'lsa, shuning keyindan mangadi. Shu an kofirlar dajjalga birdek agishidi. Ondan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda yatba'uhu aqwamun ka'anna wujuhahum al-majaz
hayajanil mutraqa. Onunğa bir bölük xalqlar ergişidir ki, o xalqninki chiroyi yaypan. Yani bir hadisda sigarul ayn, yüzü kichik deydi. Bazı alimlar bu hadisdan bo'lgan maqsadni Moğollar yoki boshqa millat deb tafsir qilishib baqidi. Lekin yani bazı alimlar buni Xitoy deb tafsirlaydi. Chunki Xitoy yüzü kichik, chiroyi yaypan. Uchinchidan, aylar qaraganda ayollar ko'proq ergishadi. Chunki ayollar nihoyatda hayajan, hissiyatchan keladi. Oson bir ishdan ta'sirlanadi. Bir ish oson oldinadi. Yana birisi dunyoga ayollar aylardan bakrak moyil keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o vaqtdagi fitna eg'irligini bayon qilib, o vaqtda ayollarning dajjalga ko'p ergashganligidan bir odam uyga kirib ayolini, onasini, sing'illarini bog'lab qo'ygudek bo'lib ketadi deydi. Dajjalga ergashib ketamdikan deb. Hamma o'ylab baqsa, o dajjalga ergashgan kishilarning turmushi nihoyat go'zal o'ssa, ayollar go'zal kiyimni kiysa, zibuzni taqisa, o dajjalni inkor qilganlarningki nomrashib ketsa, bu nihoyat buyuk bir imtihon. To'rtinchidan, materialist, oxiratdan dunyo hayotini cho'ng biladigan kishilar ergashadi. Masalan, dunyoda inson ojiz, aron turadi, oxiratni unutib dunyoga birilib ketgan. Agar bir odamda dunyoga bek havas bo'lsa, dunyoni bek cho'ng bilib olgan vaqtida bu odam ana shu dajjalga ergashib ketadigan bo'lib ketadi. Bu dajjalning mana shunday ig'ir imtihonlardan qanday qutulamiz? Birinchidan, dajjalninki hadisda bayon qilgan sifatlarini tunish bilan, uni bilish bilan qutulamiz. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dajjal kelgan vaqtida dajjalning sifatini anglagan bir mu'min dajjalni ko'rgandan keyin, mana Rasululloh degan dajjal mush ekan deb aniq bilalaydi deydi. Ondan keyin dajjal xuzuhu va shujjuhu, o odamni yardar qilinglar, jarohatlantiringlar deydi. Ondan keyin o odamninki dumbisi va qurusqi urib o odamni shu yaypan qilib etadi deydi. Ondan keyin dajjal endi menga ishonamsa deydi. Bu odam nima deydi? Anta masihul kazzab. Sen bo'lsa yolg'onchi harg'o deydi. Ondan keyin dajjal har o'lan o odamni ikki parcha qilib etadi. Ondan keyin o odamga qo'p kel deydi. Ondan keyin o odam o'rnidan turadi. Ondan keyin seni parchalab, menga ishonamsa deydi. Bu odam nima deydi? Mazdatta fika illa basira. Sening dajjal ekanligingga meni texim ishondirdim. Mushunda da payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sendan xabar bergan, sen haqiqiy dajjalkan deb, ya'ni iymonda texim mustahkam turadi. Ondan keyin dajjal o odamninki bo'yni bilan mushu yandagi so'nkuga mis qo'yib, o odamni olib bir yerga tashlaydi. Kishilarning hammasi o odamni o'tqa tashlayapti deb o'ylaydi, lekin o odam jannatga tushadi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Hada a'zamun nasi shahadatan 'inda robbil alamin." Mana mushu kishilar, ya'ni dajjal kelgan vaqtida dajjalning ana shunda qobiliyatlarini ko'rib turib, uning iymon etmagan, uni inkor qilgan, oldida o'ltirilib shahid bo'lgan kishilar Allohning dargohidagi eng buyuk shahidlar deydi. Allah Teala hammamizni dajjalning fitnasini o'tkazishni nasib qilsin. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom shunga hadisda dajjalning sifatini sahobalarga bayon qilib berib, shundaqlar bizga xabar berib, "Ala diqqat innahu a'war." O qarg'u deydi. Ya'ni bir ko'zi ko'rmaydi. "Va inna robbakum laysa bi'awar." Sening Robbinglar qarg'u emas deydi. Ya'ni dajjal men Robbinglar deb chiqqachqa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sening Robbinglar qarg'u emas deb buni ogohlantirib atadi. Shundaqlar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Va inna bayna aynayhi maktubun kafir." Uning chekisini o'ttirsa kafir mush 3 harf yozilgan. Yaqra'uhu kullu mu'min katibun va g'ayri katib. Uni o'qiy oladigan, o'qiyamaydigan, savodliq va savodsiz har bir odam o'qiy oladi deydi. Ya'ni buni ba'zi olimlar uning chekisiga kafir deb yozilgan deganligi, uning qilgan ishining kafirligi aniq bilinadi deydi. Shuning uchun savodliq bo'lsin, savodsiz bo'lsin, aqlan bo'lsa, uning kafir ekanligini hamma odam qanday qila oladi? Ko'ra oladi deydi. Demak, dajjalning ishi bilinmagidek ish emas. Faqat va faqat bizni aldaydigini u elib kelgan shu iqtidorlar, u elib kelgan mol dunyo. Ikkinchisi, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qilgandek va buyurgandek har namozimizda dajjalning fitnasidan panoh tilash. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Allohumma inni a'udhu bika min azabil qabri va a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal" deb Sahih Muslim va Sahih Buxoriy naql qilgan hadisda namozlarda qanday tilaydi. Shuning uchun biz bundan keyingi duolarimizga shu qonuni qatishimiz kerak. Allohumma inni a'udhu bika min azabil qabri va a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal. Bu duoni o'qishimiz kerak. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Iza tashahhada ahadukum", ya'ni sizlarning biringiz at-tahiyyatda o'tirgan vaqtida namozda eng oxiri Allohumma solli ala va Allohumma baraklan o'qigandan keyin Allohumma rabbana o'qiymiz ya. Shuni o'qib bo'lgandan keyin falyasta'id billahi min arba'a. 4 narsadan panohlik tilasin deydi. Birinchisi, Allohumma inni a'udhu bika min azabi jahannam. Jahannam azobidan panohlik tilasin. Va min azabil qabri. Qabr azobidan panohlik tilasin. Va min fitnatil mahya va mamat. Hayotlik va o'limning fitnasidan, ya'ni imtihonlardan panohlik tilasin. Va min sharri fitnatil masihid dajjal. Va masih dajjalninki yomonligidan panohlik tilasin deydi. Şu an namozlarimizda tashahhudning eng oxirida bu duoni o'qishimiz kerak. Uchinchidan, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom dajjalning sifatlari, dajjalning imtihonini deb bo'lgandan keyin uningdan bizni saqlaydigan yo'llarni deb berib, "Man hafiza 10 oyat min awwali suratil kahf." Qanday bir odam sura kahfining 5-dagi 10 oyatni yodlasa, dajjalning fitnasidan aman qoladi degan. Shuning uchun Qur'onning hammasini yodlab bo'lmagan bo'lsak-mo, sura kahfininki 5-dagi 10 oyatni yodlashimiz kerak. Dajjalning fitnasini o'zimizni saqlash uchun qilgan ishning 4-inchisi, dunyoni o'zining hajmi bilan tushunishimiz kerak. Dunyoni o'zining hajmidan cho'ng ko'rmasligimiz kerak. To'g'ri, dunyoda bizni qiziqtirgan nurg'un narsalar bor, isil mashinalar bor, isil uylar bor. Lekin bu yerda bir narsa bor. Mayli qanchalik isil narsa bo'lsin, ma indakum yanfad dedi Alloh taolo Qur'onga.
Isil maşinga min ayrilsa, isil öyde olta ayrilsa, isil kiyim-key konraydı, tugaydi. Yani ma indakum yanfad. Dunyodagi narsalar, sizlarning qishinglardagi narsalar tugaydi deydi. Va ma indallahi baq. Allohning qishki narsalar tugamaydi. U mangu, u cheksiz, uning huzuri cheksiz. Dunyodagi narsalar o'zi tugash bilan birga huzurmi, xushalligimi tugaydi. Yanada bir telefon olsak yoki yanada bir kiyim olsak, xushallik qanchalik? Bir oy, 2 oy. Bir oygacha telefonlarimizni ufkumizga tutib qo'ymaymiz shunda-ku. Shu yerdan keyin tashlab turamiz. Nimishqa? Xushallik tugaydi. Dunyodagi narsaning huzurining hammasi shunda. Ammo oxiratda uning huzuri har vaqt tugamaydi. Shunga dunyoni bu o'z hajmi bilan tushunishimiz kerak. Shundaqla moddizmchilikdan, materializmdan qutulishimiz kerak. Ya'ni dunyoda shu dunyolam cho'ng bo'ladigan, pul topganda cho'ng bo'ladigan, bir axloqlikdan, axloqsiz boyni cho'ng bo'ladigan bu xil holatga tushib qolishini saqlashimiz kerak. Ko'pincha holda yoshlar hozir uning dini nima, axloqi nima, buni surishtirib qilmay, dunyoda muvaffaqiyat qozongan deb dunyodagi boylar o'z havas qiladi. Amaliyotda tarix qarab baqsanglar, u boylar Qarunning boyligiga yetgan yo'q. Bugungi kunda Qarun nada? Qarunning boyligini saqlagan uyning ochqusini bir qancha odam ko'tirdi deydi. Dunyo ashinchilik narsa. Qanchalik narsaga erishayli? Qancha yil? 40 yil, 50 yil, 60 yil. Ya'ni dunyoda inson qanchalik narsaga erishsin, boylik qilsin, uning faqat ishq baqari. Uni saqlaydi, ma'lum miqdorda foydalanadi. Shunga dunyoni cho'nkirmasligimiz kerak. Bizning cho'nkirgan narsamiz oxirat bo'lishi kerak. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Law kanatid dunya ta'dilu 'indalloh janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbata ma." Biz erishish uchun bütün kuchimizni bergan, hatto hayotimizni bergan bu dunyo agar Allohning nazarida pashining qanotiga to'g'ri kelgan bo'lsa-da, bu dunyodan kofirga bir yutum suv bermaydi deydi. Pashining qanotini ko'rganmi billah? Qimmati bormi sizlarga? Pashining qanotini bersam qasinglarsizlar hozir, hech qasinglanmaysizlar. Agar shunchalik qimmati olgan bo'lsa, Allohning nazarida biz cho'ng ko'rgan dunyoninki kofirga bir yutum suv bermaydi deydi. Bunda biz nimani ko'rib olamiz? Allohning qishki narsasini biz inson tasavvur qila olmaydigan darajada buyuk ekanligini, bizning odatda dunyoda bir narsani huzur olgan vaqtimizda yoki bir narsaga xushal bo'lgan vaqtimizda insonning bir xil qalbi qanday qilmaydi, qanchalik irsimi qanoat qilmaydi. Masalan, qarab boqadigan bo'lsanglar, dunyoda taraqqiy qilgan va yoki bayoshat deb atalgan Yevropa davlatlarida psixik kasalliklari eng ko'p. O'zini o'ltirib oldiganlar nomrat davlatlarda emas, ana shu biz bayoshat deb yoshlar havas qilgan g'arb davlatlarda eng ko'p. Dunyo bo'yicha birinchi darajada o'zini o'ltirib olgan davlatlar qaysi? Litvaniya, ya'ni Yevropa ittifoqidagi bir davlat. Nima uchun Afrika emas, nima uchun Yaman emas, nima uchun nomrat davlat emas? Chunki insonning qalbi bu modda bilan xushal olmaydi. Modda bilan qanoat topmaydi. Insonning qalbi asli jannatdan kelgan bo'lg'achqa, asli yurti bo'lgan bu jannatga kirgan vaqtda haqiqiy holda xushal bo'ladi. Chunki hammaga qolsak bir xil qiyinchilik. O'quvchilar o'zimi topshiriq ishlamasa, hammasi bir xil qiyinchilik. Chunki bu dunyo insonda faqat g'am kuchsiz, faqat qiyinchilik uchirmaydigan, banda yashaydigan hayot oxiratda. Undan boshqa bir qiyinchilik uchirmagan taqdirda bu inson o'ylansa, masalan, hammanglar ota-onangni yaxshi ko'rsizlar, cho'nglar bolalaringlarni yaxshi ko'rsizlar, ammo chuqum oilasizlar bolalaringlarni. Bolalar dadalaringlarni chuqum oilasizlar, dadalaringlar o'lib ketadi. Bu narsa bizni g'amga tashlamamdi. Ayrilmasak bo'lmamdi shulardan. Bizning qalbimiz ayrilmaslikni talab qilamdi, qilmamdi. Talab qiladi. Shular bilan mangu yashashni talab qiladi. Erishgan narsamizdan mangu ayrilg'imiz yo'q. Faqat kasallig'imiz yo'q. Masalan, kasallab qolsa, doktorxonaga kirib, butun mol-mulkimizni bir bo'lsa-mo, yashog'imiz bor. Ya'ni bizningki bir xil cheksizlikka, ayrilmaslikka intilishimiz bor. Bu nimani bildiradi? Asli inson ana shunday cheksiz yashaydigan maxluq ekanligini bildiradi. Nima yashaydi u cheksiz hayotni? Jannatga kirgan vaqtda. Shunga dunyoda inson xuddi biliqni suvdan ap quruqliq qilib qo'ysa, qiynalganga o'xshar. Ma dunyoda shunda qiynalib yashaydi. Biliqni shunda suvga tashlasak rahatlanamda, insonni shunda jannatga tashlagan vaqtida ondan keyin rahatlanadi. Tushundingmi meni? Shunga dunyoni butun bizga xushallik bag'ishlaydigan, butun hayotimizni o'tib yetadigan narsa deb o'ylab qolamiz kerak. To'g'ri? Vala tansa nasibaka min ad-dunya. Dunyodagi narsamizni unutib qolmasligimiz kerak. Dunyoda kuchlishimiz kerak, pul tepishimiz kerak. Ammo bizning ko'zlaydigan, ko'z tikadigan yerimiz nima bo'lishi kerak? Jannat bo'lishi kerak. Chunki hayoti dunyoni yaxshi ko'rish, agar bizning davrimizda Masih Dajjal chiqib qolsa, uning o'tanmaslik sabab bo'ladi. Agar chiqmay qolgan taqdirda bir odamda o'zini men mu'min deb turib, mu'min degani nima degan gap? Oxiratga ishi nima degan gap? Jannatga ishi nima degan gap? Bu dunyodan dunyo emas, oxiratda bir dunyo va uning ishi nima degan gap? Mushunda deb turib bir odam oxirat hayotiga bo'shroq ishini, ma dunyoga bakrak ishini olsa, bu odam haqiqiy mu'min bo'lolmaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda va afaral hayatad dunya, oxiratdan dunyoni cho'ng bilganlar, oxiratdan dunyoni cho'ng ko'rish qanday bo'ldi bilamsizlar? Kofirlamdi, qanday olsun, shu dunyodan bir ish qilgan bo'lsa, uni cho'ng ko'rib olgan bo'lsanglar, sizlar, yana sizlar dunyoni cho'ng ko'rib olgan bo'lsizlar. Bizning qimmat qarashimiz nima bo'lishi kerak? U odam oxiratlik uchun nima ish qilgan odam? Rabbini tunigan odammi? Allohga ishongan odammi? Ma'nin qarashimiz kerak. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ularning o'rni jahannam bo'ladi. Va amma man khafa maqama rabbih. Ammo bu dunyoda qilgan har bir ishninki hisobini Alloh taolaga berma. Bu dunyoda charchsam, uning mukofotini Allohning oldida olaman. Ko'nglim tasimi, harom ishlarni qilmayman, harom videolarni ko'rmayman, harom kishilar bilan paranglashmayman
deb o'zining nafsini to'sgan kishi fa innal jannata hiyal ma'va. Ularning o'rni nerede bo'ldi? Jannatda bo'ladi deydi. Demak, inson ojiz. O'zini mo'shunda o'ylab turmasa, tafakkur qilib turmasa, dunyoga berilib qolib oralni turadi. Shunga har vaqt o'zimizni tekshirib turishimiz kerak. O'zimizni qo'yvatsak, nafsimizni qo'yvatsak, ma'lum muddat xushal yashashimiz mumkin. Ammo u xushallikdan keyindan bizni qiynaydigan azob keladi. O'lgandan keyin abadiy azob keladi. Xo'sh, unda bo'lsa, Dajjal qandoq yo'qoladi? Dajjal shu kuchlangani bo'yicha kuchlanib mengib beramdi. Uningga ishonmagan kishilar shunday ojizlashib, qiyinchilik tortib, namrashib mengib beramdi desa, unda bo'lmaydi. Biz ilgirki darsimizda Mahdi alayhissalom Arab qo'ltiqi davlatlaridan tortib, shunday ozod qilib, shu Istanbul atrofiga kelgan vaqtida Dajjalning xabari qana qiladi, yetib keladi degaydi. Shu vaqtda, ya'ni Dajjal dunyoga kelib, shu buzg'unchiliklarni qilib, nurg'un kishilarni o'ziga agashtirib, eng haddidan oshgan vaqtda Isa alayhissalom Dimashqninki sharqidagi Manaratul Bayda, ya'ni oq munar degan yerga tushdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda Masih Dajjal buzg'unchilikda eng yuqori pallasiga chiqqan, o'ziga ishonmagan kishilarni o'ltirgan, uning agashgan kishilar beyib ketgan, uni inkor qilgan kishilar namrashib ketgan mushundaq paytda Alloh taolo Masih alayhissalomni avatdi. Fayanzilu indal Manaratul Bayda, sharqi Dimashq. Dimashqning sharqidagi oq munarga tushdi. Shoyliq kiygan holda ikki farishta uni elib tushdi. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa ma. Isa alayhissalomni ko'rgan kafir shu vaqt o'ludi deydi. Isa alayhissalom har qanday bir kafir ko'rsa shu vaqtda o'ludi. Isa alayhissalom Mahdi alayhissalomning qishig'iga boradi. Mahdi alayhissalom bilan birga uning qo'shunlari va oxirgi zamonda iymonni mustahkam turgan bir kishilar bilan ko'rishdi. Mahdi alayhissalom sham namozi o'qig'ili takbir tushib bo'lgan vaqtda Isa alayhissalom keladi. Isa alayhissalomni namoz o'qib turishga taklif qiladi. Isa alayhissalom Muhammad alayhissalomning ummatini hurmatlash yuzidan Mahdi alayhissalomni siz o'qing deydi. Namozni Mahdi alayhissalom o'qiydi. Ondan keyin Isa alayhissalom butun musulmonlar qo'shiniga boshchilik qilib Dajjalga qarshi urush ochadi. Isa alayhissalomning tushganligini anglagandan keyin Dajjal taraf-tarafga qochadi. Isa alayhissalom Dajjalni qo'g'lab hatta yudrikuhu bi babil Lut. Lut degan yerga kelib Dajjalni topadi. Fayaqtuluhu. Ondan keyin Dajjalni o'ldiradi deydi. Lut degan ne? Asli Falastinning zemini, ammo hozir Isroiliyaninki tavbalikidagi bir mahallaning ismi. Hozir bu yerda nima bilamsizlar? Isroiliyaning eng cho'ng harbiy bazasi. Bir tarafdan qarasak Hidisga, dunyo tertibi shu bo'yicha ketayotgandek. Lut deb amaliyotda Google qarab baqsanglar, shundaq bir mahalla bor. Bu yerda Isroiliyaning cho'ng bir harbiy bazasi. Dajjal shu bo'g'icha nima bo'lib ketdi, buni Alloh taolo biladi. Dajjal o'ldirilgandan keyin Isa alayhissalom boshchiligida zemin nihoyat ovchilik o'tiladi. Isa alayhissalom atrofga yurish qilib, butun kishilarni islomga chaqiradi. İnsaniyatning ko'p sonliqi Isa alayhissalomga iymon etib, musulmon bo'ladi. Isa alayhissalom payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning shariati bilan hukm yurgizadi. Bu vaqtda yer yuzidagi eng cho'ng kuch Isa alayhissalom bo'ladi. Va bu vaqtda yer yuzida bayoshat va xotirjamlik hukm suradi. Payg'ambar alayhissalom u vaqtni sifatlab, "Bu bali'ishin ba'dal masih." Masihdan keyin yashaganlarga shu bishorat bo'lsa. U vaqtda Alloh taolo ko'p yomg'ir yog'diradi. Ziroatlar o'xshaydi. Hatta law badarta habbaka ala safa lanabata. U vaqt sen uruqchangni bir siliq taşning ustiga tiksangmi unudi deydi. Ya'ni u vaqtdagi mo'lchilikni sifatlab payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uruqchangni siliq taşning ustiga tiksangmi unudi. Bir odam shirning yenidan o'simi shu odamga ziyon solmaydi. Ya'ni u vaqtdagi xotirjamlikni sifatlab bir odamning qashini yovvoyi hayvonlar o'simi u odamga ziyon solmaydi. Yilonga dastlab sasimi yilon chaqmaydi. Wala tashah, wala tahasud, wala tabaghud. U vaqtda ochko'zlik, to'ymaslik, hasad, birisi-birisini yomon ko'rishlaydigan narsa bo'lmaydi. Isa alayhissalom yer yuzida bu shaklda 40 yil yashaydi. Ammo Isa alayhissalom 40 yil yashab oxirgi kelgan vaqtda qiyomatning yeni bir alomat keladi. Biz ilgirki darsimizda degan qiyomatning cho'ng alomati birisi oyoqlashishi, keyindan yana birisi keladi degan. Shunday-ku. Masalan, Mahdi alayhissalom keldi, uning keyin Dajjal keldi. Uning keyinden İsa alayhissalom keldi. Uning keyinden Yajuj Majujlar chiqdi. Ammo Yajuj Majujlar qarshi turishdan İsa alayhissalom va uning qo'shinimi ojiz keldi. Qanday ojiz keldi? Bu Yajuj Majuj degan qanda inshaalloh bu haqda kelasi darsimizda tafsiliy to'xtalamiz. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.